U boshqalar kabi Ronalduga o'xshatilmagan, chunki u Krishtianuga tenglashtiriladigan darajada kuchli edi. U shunchaki hammadan tezroq edi. Aslida Garet Beyl jamoalardan emas, bosim va jarohatlardan qochib qutula olmadi. Garet bolalikdanoq xokkey va regbi o'ynab, qattiqqo'llikka o'rgangan. 14 yoshidayoq 100 metrni 11,4 soniyada yugurib o'tib, rekord o'rnatgan. 16 yoshida esa o'ng qanot himoyachi pozitsiyasida yoshlar jamoasida o'ynay boshlagan. Beyl chap qanotdan hujumga o'tganida maydonda tezligi, faol harakatlari bilan ajralib turgan. Ronaldudan keyin Angliyada 1 yil ichida 3 ta mukofotni olgan birinchi futbolchiga aylangan. Real Madrid uni rekord summa 101 million yevroga sotib olgan. Beyl yirik turnirlarda katta futbolchi sifatida harakat qilgan. Bavariya darvozasiga urgan gollari bilan jamoasiga g'alaba olib kelgan. Qirollik Kubogida esa Barselona himoyachilarini ortda qoldirib, tarixiy gol urgan, ammo Beyl bosim va jarohatlar bilan kurasha olmadi. Garet dastlab Tottenhamga ijaraga berildi. So'ngra karyerasini Los Anjelesda davom ettirdi. Futboldan ko'ra sevimli mashg'uloti golfga berilib ketdi. Beyl futbolda ko'p ham faoliyat yuritmadi, ammo shu davrlar ichida futbol muxlislari qalbini zabt etib ketdi.